Bunaqasi bo'lmagan kanalning qadrli a'zolari, bugungi obzorimizda ko'rib turganlaringdek 10 xildan ortiq mesorobkalarimizni narxlari va xarakteristikasini tanishtirib o'tamiz. Bizda hozirgi kunda kichkina 12 lik modeldan tortib katta 42 lik modellargacha va 52 modellargacha bo'lgan mesorobkalar mavjud. Xitoyda Astar Gulib va Turkiyaning Chag'dash brendiga tegishli mesorobkalarimiz. Undan tashqari bizda keng assortimentdagi ko'rib turibsizlar, suyak aralarimiz va konditer sohasidagi aka-uka opa-singillarimiz uchun keng assortimentdagi mahsulotlarimiz bor. Biz hozirgi kunda ko'rib turibsizlar, cho'chqa modellarimiz, oddiy TK modellarimiz va vertikalli modellarimiz va ko'rib turganlaringiz TK modeli kattalarini polniy xarakteristikasi narxlarini tanishtirib o'tamiz. Videoni boshlashdan oldin eslatib o'tamiz, videoga like, kanalga podpiska bo'lishni unutmanglar. Bizni qilayotgan ishimizni, faoliyatimizni shu tariqa qo'llab-quvvatlashganlarini bildirib tura olasizlar. Biz bo'lmasa obzorimiz boshladik. Birinchi o'rin tanishtirib o'tadiganimiz eng kichkina modelimiz hisoblangan TK 12 modelimiz 900 vatli misabmodga motor bilan ko'rib turibsizlar. Mana yaqinroq olaylik. 900 vatli misabmodga motor bilan soatiga bemalol 150 kilogacha bo'lgan go'shtlarni chiqarib beradi. Yozgi kunda kerak bo'lgan tumshug'i chiqarish funksiyasiga ega. Undan tashqari bitta setka va bitta pichoqni komplektiga qo'shib beramiz, ya'ni ichidan chiqadi. Xo'p, bu mahsulotimiz aprel oyida xolos faqat. Aprel oyida skidka narxi $150 qilib beramiz. $150 shunday sotib olsalar ham bo'ladi. Aprel oyidan keyin avtomatik narxi $180 ga chiqib ketadi. En full komplektatsiyada, ya'ni bunda full komplektatsiya shu, tepasini bemalol ko'tarib olib yursalar ham bo'ladi. Ko'rib turibsizlar. Endi buni akasi hisoblangan TK 2 modelimiz. Ko'rib turibsizlar. 1.1 kilovatli motor bilan soatiga 220 kilogacha bo'lgan go'shtlarni bemalol chiqaraveradi. Buni ham komplektida bitta set chag'i bor, buni ham tumshug'lari bo'sh edi. Buni hozirgi kunda narxi $250. Aprel oyidan tashqari buni bemalol $275 dan sotib olsalar ham bo'laveradi keyinchalik. Endi bularda akasi hisoblangan TK 22 modelda lyuks varianti. 1.5 kilovatli misabmodkali motor, 250 kilogacha soatiga 250 kilogacha bo'lgan lahm go'shtlarni bemalol chiqarib beraveradi. Bitta pichoq komplektida bor. Hozirgi kunda narxi $390. Skidkadan keyin avtomatik $420 ga chiqadi narx. Hammasini tumshuqlari bo'sh edi. Bundan keyin hozirgi kunda trendga aylangan cho'chqa modellarimiz aytib o'tishdan chiqibdi. Bu lyuks modelda prostoydan farqi levi pravay aylantiradi, ya'ni orqaga ham oldiga ham. Shunisi ham bitta qo'shimcha funksiya. Endi bu cho'chqa modellarimiz hozirgi kunda umuman trendga aylangan, bemalol pichoq kesadigan darajada muzlagan go'shtlarni ham chiqarib beryapti. Hozirgi kunda komplektida bular ham bittadan setka, bittadan pichog'i bo'ladi. 224 ishlaydi. Bular soatiga bu kichkintoyi soatiga bemalol 150-200 kilogacha bo'lgan go'sht chiqarib beradi. Bu bo'lsa 200-250 kilo. Endi bularda 32 lik modellari ham bor. 32 lik esa 250 kilodan 300 kilogacha bo'lgan go'shtlarni bemalol chiqarib beradi. Narxlariga keladigan bo'lsa $270 12 lik modeli, $320 32 lik 22 lik modeli, $370 32 lik modelini hozirgi kunda qilib beryapmiz. Bu endi kichkina mesorobkalarimiz. Endi vertikalli mesorobkalarimiz, vertikalli prostoyimiz $450 qilib beramiz. 22 lik model hisoblanadi. 2 kilovatli misabmodkali motor, levi pravisi yo'q. Ko'rib turibsiz, soatiga 300 kilogacha bo'lgan bemalol lahm go'shtlar chiqarib olsalar ham bo'laveradi. Narxi aytib o'tilgani $450, skidkada $400 dan qilib beramiz. Endi dva va одно, ya'ni ikkita funksiyasi bitta mesorobkada. Bir tomonida bemalol mahsulotlarni slice shaklda, ya'ni parra shaklda kesib olsalar ham bo'ladi. Ikkinchi tomonda mesorobka qilib ishlatsalar ham bo'ladi modelimiz. Soatiga bu bilan xarakteristikasi bir xil. 400 kilogacha bemalol go'shtni ikkisida chiqarganlarni chiqarib beraveradi. Motorlari 2 kilovat bo'laveradi, ko'rib turibsizlar. Narxiga keladigan bo'lsa $600, skidkadan tashqari $650 dan qilib beramiz. Undan tashqari bizda vertikallikda korpusi o'ralmagan modellari 32 lik 220 380, 42 lik 380 bo'ladi, 52 lik 380 bo'ladi. 32 lik xili bor. Narxlari $350, $400, $450 hozirgi kunda qilib beryapmiz. 220 esa 380 ham bitta 32 likda bo'ladi, bular 380 dan bo'ladi toklari. Undan keyingisi bu 22 lik MF modeli, ya'ni soatiga 250 kilogacha bo'lgan go'shtlar chiqarib beraveradi. Gabariti katta xohlaydigan aka-ukalarimiz uchun ko'rib turibsizlar. Hozirgi kunda narxi $490 dan shu skidka narxida qilib beramiz. Skidkadan tashqari $550 dan qilib beryapmiz. Endi
Turkiyaning mesorobkalari keldi. Turkiyaning mesorobkalari xarakteristikasi buniki sal soddaroq bo'ladi, lekin chiqarish quvvati baland. 250 kilo 12 kili modellarimiz, 400 kilo 500 kilo 22 kili, 600 700 kilo 32 kili modellarimiz. Endi 22 kili ham 32 kili modellarimiz 220 ham 380 ham bor. 12 kili modellar 220 bo'ladi. Narxlariga keladigan $400 12 kililarda qilib beramiz. Hop, $600 20 kililarda qilib beramiz, $700 32 kililarda qilib beramiz. Bularga garantiya chiqadi, qolganlariga garantiya kelishilgan holda bo'ladi. Aloqa chiqishini tushuntirib beringlar, ko'rib turibsizlar. Hop, endi eng katta 40 kili modelimiz soatiga 1-1,5 tonna bemalol chiqaraveradi. 220 380 xohlaganlaringni qilib beramiz. Narxi skidka narxida $1000, skidkadan tashqari $1200 bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, bitta pichoq, bitta setkasi zapasida bor. Hop, bu apparatlarimiz hozir Farg'ona shahar O'zbek-Xitoy savdo uyida turibdi. Bemalol aloqaga chiqsalar, O'zbekiston barcha hududiga kelishilgan holatda dastavkalari ham bo'ladi. Undan tashqari mana suyak yaralarimizning oyoqli modellari, aqabaqa sudrab yurish uchun alolli modellari, undan tashqari tepasi sho'radigan modellari, kichkina oyoqshina, undan tashqari 6-7 xil suyak yaralarimiz ham bor. Manzilimiz Farg'ona shahar. Videoga like bosinglar, kanalga podpiska bo'lishni unutmanglar.